Bitta narsada haqiqatdan ham mana efirda bir inson masalan qo'shni qishloqdandim. Ha, qo'shni qishloqdandim. Da tushunarli. Bitta narsa aytaymi, masalanda efirda faqat yordam berib, nima qilib yuradi-ku, hamma narsa sovg'a emas-da, ishoning. Hamma narsa sovg'a emas. Masalan, mana Dmitriy bir xilda olmosi bo'ladi, bo'lmaydi. Yana ham men bunga boruvman, gapirishim o'zgarmaydi, ana. Ishoning, ishonmasangiz. Masalan, sovg'a o'tmagan kuni ham biz telefonda gaplashaveramiz. Telefon qiladi, xohlagan liboy paytda telefon qiladi, liboy paytda javob beraman, boshqa qilaman. Masalan, kelaman desa, ertaga kelsin menga qilsa. Bitta uy emas, masalan, kimdir bitta o'zbek masalan kelib qolib, "Ya Yildiz, Turkiyaga birinchi marta keldim. Shu Turkiyada faqat shu sizni taniyman. Shu menga yordam qiling" desa boru, qilaman, ishoning. Agar tanimagan odamim bo'lsa ham, u mayli u sovg'ani anaqani chekka qo'yib qo'ying. Tanimagan odamim bo'lsa ham, bir marta shunaqa bo'ldi-da, bittasi meni tanirkan, Yildiz, ruscha o'rgandingizmi, qanday gaplashasiz? Anaqa bilan translator bilan gaplashamiz. Ancha o'rganib qolganman lekin. Oxirgi marta 16-da gaplashgan ekanman o'sha. Siz telefon qilgan kuningiz gaplashgan ekanman. Undan keyin gaplashmadim. Yaxshimisan deb yozgan ekan, javobim yozmagan ekanman. Hozir ko'rdim men. Men WhatsApp ochavermayman-da uncha. Faqat shu WhatsAppdan xabar kelsa, Dmitriydan kelmadimikan deb qarab qo'yaman. Dmitriy, WhatsApp'ıma mesaj gelince var ya, böyle bakıyorum mesela başkalarından gelse diyor, böyle bakıyorum, Dimitri'den mesaj, yok, Dimitri yazmamış diyorum, böyle atıyorum telefonu. Ama sen oldukça, Dimitri yazmış diyorum, böyle cevap yazıyorum. Bugunchi oyog'im tagida anaqa, yo seriozno aligar aka. Bugun oyog'im tagida teri ishib qolyapti-da, qarang mana qo'limda ham bor. Doktorga boruvdim, lazer bilan kuydirdi boru, dahshat achityapti. Oyog'im tagida ham bor edi-da. Oyog'imning tagini ham yoqdi. Oyog'imni bosa olmayapman boru, shunaqa yomon achityapti. O'shaning uchun o'tirib oldim. Nargi oyog'imga kiysam og'riyapti-da, mana o'tirib olganimni qarang, qaytib o'tirib olganman. Oyog'im tepa chiqarib o'tirib olganman. Nima edi u? Bilmayman, nima teri o'syapti-da, mana qarang, teri o'sib chiqib ketyapti-da. Yuvingan paytimda yumshoq bo'ladi-ku, kesayotgandim-da uni tirnoq oladigan bilan. Rostini aytsam, bu dunyoda shunaqa odamlar borligiga hayron qoldim. Men ham eshitib hayron qoldim. Yumshoq bo'lgan paytda kesib olib tashlayotgandim. Doktor aytadi, buni kesma dedi. Kessang bu ko'payadigan narsa dedi. Dengizda suvdan yuqtirgansan dedi. Dengizga kirgan paytingda dedi, dengizdagi hayvonlardan yuqtirgansan buni dedi. O'shaning uchun buni dedi anaqa kuydirish kerak deb kuydirib, yana kelayotgan hafta yana boraman, yana bir marta kuydirar ekan. Yomon achidi, ishoning. O'lib qolay dedim o'zi ham bor. Bugun bordim-da, bugun kuni bilan doktor yurganman. Ishoning, seriozno strashni aka hozir aytganlaringizni eshitib men ham hayron bo'lib qoldim lekin. Nimaga unaqa qildi, men vobshe xabarim yo'q. Vobsheta xabarim yo'q. Siz yana mendan xafa bo'lasiz. Men uzoqdaman, nima qilib bera olaman? Ayting.
Men nima qilib bera olaman uzoqdama? Turkiyaga bo'lib, ya Yildiz Turkiyaga kelib qoldim desangiz ekan, ha keling deb mehmon qilib jo'natsam. Kore. Солнышко ты моя. Güneşim benim. Hech bo'lmasa birinchi starim yoqib beringlar balkon. Я люблю тебя, солнце, я люблю тебя. Nima endi? Ahaz Dmitriy menga bilet olsin, men hozir uchib ketaboraman. Hozir ketaboraman bilet olsa. Zo'rg'a turibman. Endi anaqaga bosayotdim, qo'rqib ketdim. Rahmat, oligarx aka dushi. Qo'rqib ketman, SMS kelib qoldi. Kim nima yozding ekan? Endi qarayotdim. Sovg'a kelib qolsa shartta qo'limni olyapman. İbrahim hoş geldin. Salom. Oyog'im yomon achyapti bor bile. O'ynamayman ham. O'ynamay o'tiravering. Bo'ladi-da. Plan bo'lsa bo'ladi-da, onasining. Oligarx aka rahmat. Ya Adushi, ana ikkinchi starim yondi. Xayriyat bugun doktorga borib efiram ocholmadim. Rahmat Oligarx aka. Joningiz sog' bo'lsin. Nasılsın güzelim? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Murtça hoş geldin. Şov var mı? Bende yok ama bir tane kadın var. Yani onu elma satsan da yani yapar. Ona 10 elmas da fazla aslında. Oligarx aka hayron bo'lib qoldim boru. Har doim poddeshka qilib yurardi-da. Bordim Melisaga berib yubordi dedi. Hayron bo'lib qoldim. Shoning shokka tushib qoldim. Серьезно? Серьезно shokdaman hozir. Men вообще gaplashmadim-da uydagilar bilan. Вообще shokdaman hozir. Nima unaqa qilishdi, nima unaqa bo'ldi, balki modda boshqa narsalar bo'lganmi, bilmayman men, xabarim yo'q. Uzoqdan o'sha kun efirda edim-da. Qarayman, yarimda keldim. Ko'p tushun. Men yarimda keldim, ko'p tushunman. Qarang-da, har doim poddeshka qilib yurganda anaqaga borgan ekan, O'zbekistonga borgan ekan. U qizi uyiga borganda, borsa 02 qilib yuborishdi dedi. Nimaga desam, bilmayman dedi. O'shanga hayron bo'lib qoldim. Masalan, har doim poddeshka qilib yurgan boshqa qilganda, o'shanga men shokka tushib qoldim hozir. Nima qildi?
desam, bilmayman dedi. O'shanga keyin aytdim-da, o'sha kuni menga telefon qildi, Yagoshga telefon qil dedi. Anaqa Toshkentdaman dedi, nomerim yo'q, yonimda birovnikidan qilyapman dedi. Bo'pti dedim, ayamga qildim. Aya dedim, Yagosh uyg'oting dedim. Bordi uyg'otdi. Uxlab yotibman, keyin o'zim qilaman deb baqirib berdi. Shundan keyin o'chirdim-da, bilgan bo'qing dedim. Men ishim ham yo'q-da, hech kim bilan. O'shanga men misol qilib sizga aytdim-da. Aligar aka masalan Turkiyaga kelib qolib, men Turkiyaga keldim desa, menda-chi unaqa nima yo'q-da. Bilmayman nimaga unaqa qildi, nimaga bo'ldi. Вообще shokdaman hozir, hech xabarim yo'q. Adanali hoş geldin. O'shanga shokdaman men. Ты завтра пойдешь. Hastaneye gidip randevu alacak mısın? Güneş yar. Yok canım, telefondan aldım. 26. Haziran. 26. Haziran'da gideceğim. Tekrar yakacak burayı. Bir hafta sonra tekrar gideceğim. Tekrar yakacak şuramı, bir de ayağım altını. Bir de şu elimin şurasında da var bak. Şurası da. Bak görüyor musun? Et büyüyor. Bak şurasında da var. Şurası, bir de şurası. Denizde sudan olmuş. Men borsam Turkiyaga. Keling.